Ustlari ham shunaqa qabarib turadigan qatlamali somsani uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. 1 kilo 200 gram un, 650 gram suv, 35 gram tuzni solib oddiy xamir qo'rib olamiz. Xamirimizni ikkita zuvlaga bo'lib olib, yarim soat tindirishga qoldiramiz. Har bir zuvlamiz uchun 150 gramdan maslika yoki miltiri shunaqa solyonli somsa uchun chiqarilgan margarinlardan pergament qog'ozga solib, videoda ko'rsatilgandagi plastinka holatiga keltirib olamiz. Yarim soat dam olgan xamirlarimizni shunaqa videoda ko'rsatilgandagi kesib, to'rtburchak holatga keltirib, uzunchoq qilib yoyib olamiz. O'rtasiga margarinni solib, kitob shaklida yopib, jo'va yordamida tekis qilib yoyib olib, chetiga margarin yetib bo'lmagan joylarni kesib tashlab, endi konvert shaklida yopib qo'yamiz. Xamirimizga yarim soat xolodilnikda dam berib, keyin yana bir marta yoyib, konvert shaklida yana bir marta takrorlaymiz. Xamirimizni 1 sm qalinligida kesib, ustiga yopib chiqamiz. Xamirni shu uslubda xolodilnikda 1 oycha muzlatgichda saqlab, kerak paytda ishlatsanglar ham bo'ladi. Biz har bitta somsa uchun 50 gramdan shunaqa zo'rlarga ajratib chiqdik. Har kim somsaning ichiga o'zining xohishiga ko'ra turlicha farishlardan foydalanishi mumkin. Xamirchalarimizni unga bitta botirib olib yoyishni boshlaymiz. Somsalarning yoyilishi va tugilishini har kim o'z xohishiga ko'ra turlicha qilishi mumkin. Biz videoda ko'rsatilgandagi ikki xil usuldan foydalandik. Somsalarning ustiga biz hech narsa surmasdan, balki oddiygina suv sepish bilan kifoyalandik. 170-180 gradusda qizib turgan pechimizga 25-30 minutga yuvoramiz. Ustilari qarshildoq, ichlari bo'lsa mazali bo'lgan somsalarimiz tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Ishlatilgan barcha mahsulot gramlari hamda qo'shimcha ma'lumotlarni video ostidan topishingiz mumkin. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.